Kompaniyada kimni kuchi yuqori? Direktornimi yoki buxgalternimi? Direktorniki bo'lishi kerak, lekin buxgalterda ham kuch bo'lishi kerak. Chunki qonunchilikda ikkalasi ham mansabdor shaxs sifatida bir xil javobgarlikka tortiladi. Shtatdagi buxgaltermi yoki outsource buxgaltermi? Qaysi biri? Outsource. Nega? Chunki outsource'ni tanlaganda ko'p xarajatlarni tejagan bo'ladi. Kuchli buxgalterlar qancha oylik topishadi? Kuchli buxgalterlar $1000 va undan oshiq oylik topadi. Buxgalter kompaniyani kasodga uchrata oladimi? Albatta. Barcha moliyaviy hisobotlar, moliyaviy nimalar buxgalterning qo'lida bo'ladi. Kompaniyada buxgalterning o'rnini 1 dan 10 gacha baholang. O'yin. Nima uchun buxgalterlar bir joyda uzoq ishlashadi? Chunki kompaniyani siri buxgalterning qo'lida bo'ladi. Kompaniyaning rahbarini o'zi buxgalterni qo'yib yuborgisi kelmaydi. Qo'rqadi. Tanlang, $3000 biznesmen bo'lib yoki $5000 topish buxgalter bo'lib. $3000 topish biznesmen bo'lib. Chunki $5000 buxgalter topganicha ancha-muncha tep to'kkan bo'ladi. Soliq organiga qayta ishga borgan bo'larmidingiz agar katta maosh taklif qilishsa? Yo'q. Chunki tadbirkorlarga men soliq organida bo'lganimdan farqli o'laroq tashqarida bo'lsam foydam ko'proq tegadi. Sizga hech pora taklif qilishganmi? Ha, taklif qilishgan. Olganmisiz? Yo'q. Nega? Qo'rqaman.